Va nihoyat biz kutgan kunlar yetib keldi. Deno Kia avtosalonida K3. Qarang. Shunchalar yumshoq Juda salon yaxshi kengligi. aka, multirul, hamma narsasi bor, hamma funksiyalari bor. Juda ko'pchilik har xil gaplar aytishdi, lekin salon ichini qarang qanchalik keng. 180 bo'yim. Qulay o'tiribman mana shuni o'zida. Endi men orqaga o'tiraman. O'tir. Qarang. Ko'ryapsizlarmi? Qanday? Bemalol o'tiribman o'zim mana. Bu aka shunchalar myaxki, mana haydab ko'rdingiz, o'zingizga yoqdimi? Haqiqatan ham siz aytuvdingiz, men ishongim kelmadi, lekin haydab ko'rdim. Oldi faralar aka LED fara bo'ladi. Ichki funksiyada aka, multirul, cruise control, climate control, hamma funksiyasi bo'ladi. Lyuklar, rejimlar, full paysalarda, slipoy zonalar, hamma funksiyasi bo'ladi. Bular aka 1.6 atmosferniy bilan 1.4 atmosferniy chiqadi. Metan, propan bemalol chiqadi. Bizni ko'rib, kuzatib, har bir like bosgan insonga mana shunday mashinalarda minish yoki bundan ham zo'r mashinalar minish nasib qilsin. Ikkilanib turgan odamlar bor-ku, qanaqa mashina olsam bo'ladi deb. Mana bosib oladigan joyga yetib keldik. Buni narxi kelsak, narxi siz o'ylagandan ham ancha arzonga chiqadi, xudo xolasa. Necha pul deb o'ylaysizlar? Kommentariy yozib qoldiringlar. O'zini minib yurgan mashinasi bo'ladi-ku, olib kelsin, baholab olib qolib o'rniga couch qilib beramiz. Buni endi necha pul baholaymiz? Eng qiziq joyiga kelsak, Xo'p, aka xudo xolasa 22-may kuni soat 6:00 da shartnomalar ochiladi. Hozir biz faqat pasportlarni olyapmiz. Nomerlarini yozib qo'yib, 22 kuni narx qo'yilganda biz telefon qilib shartnoma avtomatik yozamiz. Birinchilardan shularga topshiramiz. Video yoqqan bo'lsa, obuna bo'lib, yaqinlarga yuborib qo'ying. bu videoni mana yaqinda mashina olishim kerak degan tanishlarga jo'natib qo'ying. O'zingizni yana ham qiziqtirgan savollar bo'lsa, bemalol kommentariy yozsangiz, Abdulaziz o'zi o'qib birma-bir javob beradi. Agar shartnomalar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga bemalol yozishingiz mumkin. Birinchilardan shartnoma qilib, sizlarga Kia'ni topshiramiz.